Bilasizmi, men ko'pincha video qo'yganlarimda eng sifatli ish, eng sifatli narsa degan narsani ko'p gapirishim bu klientdan ko'proq pul olish uchun emas, arzon narsadan ham zo'r narsa qilsa bo'ladi. Chunki biz ishlagan paytda hamma bir xil ish qilardi, hamma bir xil materialdan shumka qilardi. Faqat ba'zi bir odamlarda umuman ish bo'lmasdi, ba'zi bir odamlarda haftada 1-2 ish bo'lardi, ba'zi bir odamlarda odamni o'chirib turib ish eng arzon ish qilish variantida ish o'rganganman shogird bo'lib. Narx mijoz uchun eng muhimi narxiga qarab muomala bo'ladi deb bilganman. Sizdan o'sayotgan joyi ko'rishni boshlasangiz, siz o'sish orqali zo'r bo'lishingizga ishonasizda. Meni shaxsan o'zimda bo'lgan va shunchada bir yildan beri ishlayman, shogird bo'lib ishlayman. Ko'p narsani o'zim uchun bilaman deb hisoblayman. Bir kun tavga kelganlar, shunga qildirilgan bo'lgan mashinalari. Shunkada akoprin joylar bor Lacetti'da. Buni ko'pchilik biladi. Akoprin hamma joyini almashtirganman-da. Men shunkachiman, men zo'r bilaman. Lekin tarpetga qismidagi akoprin bor, 3 ta detal bor. Shu joyini o'sha odam almashtirmagan-da. Sababi o'sha odam men mashinamni qildirib bergan odam qilganchalik joyga qo'yib yig'ib bera olmaysizlar. Shuning uchun ham o'sha joylarini o'ziga qildiraman, bu yoq joylarini qilib beringlar deganda va ish shunaqa zo'rligida, rezultatni klient his qilganligida, klient haligi ish qilib berayotgan ustani ishini hurmat qilayotganini ko'rib, hamma narsa pulda emas, rezultatini ham ko'rsatib bersa, klient his qilganda zo'r bo'ladi degan fikr kelgan o'shanda birinchi marta. Men shaxsan 10 yildan oshgandan keyin, 15 yillar o'tgandan keyin shu odamdan kelgan mashinani xizmatini qilganman-da. Ya'ni shu odamda mashina qildirilgan, men ishlayotgan ishxonaga kelgan. Men shu ishxonada o'sha mashinani tekshirib ko'rish paytida ishonning, meni uruvinim natijam shu yergacha yetib keldiki, men o'zim orzu qilgan insonni ishxonasida qilingan mashinani tekshira olmadim deb o'zimdan g'ururlanganman-da. Baribir kimgadir havas qilib boshlaganingizda o'sha odamning oldidagi ishlarni ko'rishni boshlasangiz, qurdani finish chizig'idan o'tgandek tushunib beradi-da.